Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun to'y uchun sizlar bilan Farg'ona dehqon bozorida barsetkamni ham pulga to'ldirib olganman. Salatlarimiz uchun birinchi navbatda sifatli sirlar kerak bo'ladi. Dehqon bozorida o'rtasidagi sirni lavka magazinida juda ham assortimentlar katta. Sirlarni bo'lgach, bedana va tovuq tuxumlarini olgani keldim. Farg'onada hamma yaxshi biladigan Azam aka do'konidan mayda-chuydalar olishga keldim. Bu yerda har xildan men salatlarning ukrasheniyasiga narsalar olaman. Salat uchun kerakli bo'lgan ko'katlar va sabzavotlarni oldim. Bo'lsa ham eng sifatli va toza mahsulotlarda yangilarini olaman. Sabzavotlarni bo'lgach, Baraka optimiga qarab yo'l oldim. Farg'onaliklar Baraka market podvaldan bozorlik qilishadi. Men ham shu do'konlardan bir nechtasida bozorlik qilaman. Bulardan bittasi Chef Gurman. Bu do'kon asosan restoran va oshxonalarga mahsulotlar yetkazib beradi. Bu magazinda sifat birinchi o'rinda turadi. Menga magazin egasining muomalasi juda ham yoqadi. Bu magazinda asosan mayonez va soslar xarid qilaman. Sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, albatta Chef Gurmanga tashrif buyuring. Mahsulotlarim bo'lgandan keyin ikkinchi magazinga yo'l oldim. Bu Shirin magazini bo'ladi. Bu magazindagi assortimentlarni ko'rib, siz ham hayron qolasiz. Bir marta kelib ko'ring. Mahsulotlarning assortimentlari juda ham katta. Ro'zg'or uchun hamma mahsulotlar topsiz bo'ladi. 5 yildan beri shu magazindan bozorlik qilamiz. Tavsiya qilaman, bir marta kelib ko'ring. 2-3 soat bozorda aylanaverib, oyoqlar og'rib ketdi. Oxiri pomidor bodringlarni oldim. Shu bilan bozorligim tamom. Videolarimizni kutib qoling. Biz bilan bo'ling. Rahmat hammaga.